Assalomu alaykum O'zbekiston. Mujiki yaxshimisizlar? Mana akam chempion bo'lib keldilar. Akamni boylarini ko'rib, Hayb Liga kontrakt jo'natibdi. 30-liga bir kun. Men Hayb Ligani bilasizlar? Men urush qilgan liga, kulachkaga, besh perchatga urush qilayotgan liga bo'ladi. 30-dekabrga musobaqa bo'ladi Armaniyaga. Menga ham jang taklif qildi. Men bora olmayman, chunki men hozir O'zbekistonga bo'lib turishim kerak. Birinchi niyat qilganim O'zbekistonga jang ko'rsataman. Akam boradilar 30-dekabr kuni Hayb Ligaga jang o'tkazadi, jangni qiladilar inshaalloh. Unga Hayb Ligaga boshqaruvchi keladi, u Makgregor. Hamma biladi, butun dunyo biladi Makgregorni. Makgregorni yoniga O'zbekistonning kuchini ko'rsatib qo'yadilar inshaalloh. Sizlar gilamningizni padishga bo'lib tursanglar bo'ldi. Mana kontrakt jo'natgan Hayb Liga. Kontraktga qo'l qo'ysangiz, endi esingidan chiqib butun dunyoga o'zimizni, O'zbekistonimizni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Har doim mujiklar padishga qiladi, gap yo'q aka. Inshaalloh bizning orqamizga O'zbekiston turibdi, prezidentimiz turibdi. Biza yoshlar yoramiz. Inshaalloh 30-dekabrga chiroyli boy qilib, dasturni boy qilib, O'zbekistonimizni, vatanimiz bayrog'ini Armeniyaga ko'taramiz. Mujiklar bo'lsanglar. Akam, ana shu inson bizning orqamizga tursin prezidentimiz. Lugo joyga yorib boramiz inshaalloh. Alloh bizni duoga bo'linglar mujiki. Gap yo'q.